Mana ko'rasiz, salkam 2 porsiya ochdik. Ko'pchilik to'ygan qozonni ustani deyapti. Yaxshilab tozalash yo'lini o'rgatadi. Oqlaychi qo'yinglar. Qozon tozalayotganingizda qozonni yaxshilab qizdirib olasizlar-da. Keyin mana qizdigan qozon bundan suv chiqib ketadi. Ko'rasizmi? Ko'rishinglar, uni gapim bundan sevib sarvada chiqib ketadi. Mana ko'rasiz, salkam 2 porsiya ochdik. Qozon qizigan holatda tuz solib chay olamiz. Tot bo'lasini qo'lingizga pari urishi mumkin, yuzingizga ham pari urishi mumkin. Qozonni masalan qizdirib yumasa bo'lmasa toza bo'lmaydi. Suv ko'rasizlar, mana shu suv chiqadi. Kapkirgalarni olib, mana yaxshilab chiqaringlar qozonni. Qozonni bir sidira chay oldi. Endi tuz solib, tuzlarni yaxshilab chiqaring. Mana magizda qolib ketgan qirindalar hamma chiqib ketadi tuz bilan. 5-6 marta yaxshilab chaltashing qozonni. Qozonni ustiga qani ham yoqib. Qozon tozalangan qatdan bilsangiz bo'ladi. Ba'zing yaxshilab qozonni ishqalaysizlar. Top-toza chiqsa, o'shanda qozon toza bo'lgan bo'ladi. Ko'ramiz, qaranglar. Ko'rishingiz mumkin. Top-toza chiqdi ba'zing. Qozonimiz top-toza bo'ldi. Bundan keyin qozonimiz qusmaydi. Sizlar qozonni qaysi suvni tozalaysizlar? Kommentarga yozib ketinglar. Foydali videoni tuzolmasi uchun men sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar.